Changan Kia avtomobillarimizda 2 tonnagacha bo'lgan, bularni foizsiz bo'lib to'lashga beryapmiz hozirgi kunda. Rastrochkaning shartlari bosh to'lov 40% bo'ladi, qolgan 60%ni 1 yil 2 yil davomida to'lasanglar ham bo'ladi. Changan yuk avtomobilni boshqa yuk avtomobillardan nima farqi bor? Ko'rib turganingizdek, mana ramalarini ko'ryapsiz. Ramalari juda baquvvat, yuk ko'tarishi, keyin buni sinib ketmasligi, qolgan texnikalardan afzalligi juda ko'p. Undan tashqari orqasida resor, oldida amortizator, prujina juda ham kuchli ishlangan mashina. Mashinalar mana balkani ustida resorlari, bu ham juda afzallikka kiradi. Undan tashqari mana заводской metallari bilan birga. Juda ham baquvvat, mana metal konstruksiyasi juda baquvvat. Bu mashinani yana afzallik tomoni materiallari juda baquvvat. Uncha-munchaga mashina ezilmaydi. Uncha-munchaga tunikasi anaqa ezilib ketadigan darajada emas, juda kuchli hisoblanadi. Mashinamizning yana bir afzallik tomoni motori eng kerakli qismi hisoblanadi, xuddi yurakligi. Bu sep motorli mashinamizda 4 ta silindrli Mitsubishi texnologiyasi bo'yicha ishlab chiqarilgan. Benzin rasxod 7.2, metan rasxod 250 km yuradi. Bitta 90 talik balon. Keyin undan tashqari mashinani remont qilishligi, qo'lingizdan aniq qilishligi juda qulay. Hozirgi kunda bizning mashinamizda уже 3-4 yildan beri yurgan bo'lsa, 5000 ga yaqin mashinamiz yuribdi. Hamma narsasi umuman idealniy va sifatli chiqarilgan. Juda ko'p mashinalardan farqi bizning mashinalardan farqi katta. Mashinamizning yana bir afzallik tomoni komfortligi. Malibu torpedka, radiolari, fleshka o'qiydigan joylari bor. Undan tashqari pechkalari zo'r ishlaydi, konditsionerlar zo'r ishlaydi. Mana telefon zaryadka qiladigani, prikuritorlari bor. 5 ta skorochli, keyin bu yo'lari mana shinam. Va o'tirganingizda ham rullarni aylantirib, va mashinada o'tirib zavod qilgan paytlaringiz ham mashina juda qulay. Mana ko'rib turganingizdek, mashinamizning rullari chiroyli chiqqan, xuddi sportivniy mashinalarga o'xshab. Keyin rullari, umuman mashinani bu to'g'ri yurganda mustahkamligi, ham shinamligi, salonlarni bemalol o'tirib, mana chiroyli mana ko'rganingizdek komfortabilnis mashina. Bu komfort mashina hisoblanadi hozirgi kunda. Pechkalari bor, konditsioneri bor. Umuman bu mashinada qayerda bo'lasiz? Tog'da yurasizmi, dalada yurasizmi, uchastkada yurasizmi, mehmonga borasizmi, uyaltirmaydigan mashinamizdan bittasi. Hamma tomonlari qulaylarini qilib kelganmiz. Undan tashqari mashinaning sifati, baquvvatligi 10 yildan kam bilmaysizlar bu mashinani. Aniq. Yana bu mashinaning afzalligi ruli elektronika, benzinga zarari yo'q. Keyin ABS tormozlari bor, avtomatik blokirovanniy sistema deydi. Ertaga qish kunlari, galolyotlarda, yoz kunlari, umuman balonlaringiz qaysi holatda bo'lishidan qat'iy nazar tormozlari zo'r ishlaydi. Hozirgi kunda avtosalonimizning manzili ko'rib turganingizdek mana zapravka, benzin, yonida metan. Mashina bozorga yetmasdan. Ko'p odamlar uncha e'tibor bermaydi, lekin mashinaning garantiyasi bizda bor. Undan tashqari har bir mashinamizda 2200 ta, 2400 ta detallar bor, hammasi bor. Hech qanaqasiga ko'chada qolmaysizlar. Zapchast dastavkalarimiz bor, servislarimiz bor. Juda ham bizning kompaniya juda ham bu narsaga e'tiborli, rivojlanganmiz. Keyin mashinani bar olganingizdan keyin 4 yil, 5 yilda remont talab bo'lgan paytda hamma narsa topiladi. Yana bitta tomoni afzal, zavodni o'zidan zapchast olamiz. Undan tashqari mashinaga metan bonusga qo'yib beryapmiz. Undan tashqari mashinamizning mustahkamligi hamma mashinadan afzalroq. O'zbekistonga kirib kelayotgan mashinalardan eng kuchlisi, eng chidamli mashina faqat bizda.